Mahalliy xabar bilan davom etamiz. To'y marosimlari chog'ida yo'llarda betartib harakatlanib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirayotgan haydovchilar hamon uchramoqda. Xorazm viloyatida ana shunday qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan haydovchilarga nisbatan chora ko'rildi. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mahallalarda fuqarolar bilan uchrashuvlar davomida haydovchi hamda ishtirokchilarga doimiy tushuntirish ishlari berib kelinayotgan bo'lishiga qaramasdan, bu holatlar hanuzgacha davom etayotganligini hech qanday sabab bilan oqlab bo'lmaydi. Ushbu Nexia rusumli avtomashina haydovchisi Xiva tumani Qushchi Kattabog' mahallasida to'y marosimlarida davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib, yo'l harakati qoidalari buzarligini qasddan sodir qilib, boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlikda ifodalangan xatti-harakatlar qilib, ya'ni drift qilib harakatlanganligi videosi ijtimoiy tarmoqqa tarqaldi va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilarining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan edi. Bugun yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv o'tkazilib, belgilangan tartibda ushbu transport vositasi va uning boshqargan haydovchining shaxsiga oydinlik kiritildi. O'rta haydovchi ushbu Nexia rusumli avtomashinani davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib, ko'prik ustida yo'l bezorasi qoidabuzarlikni sodir qilgansiz. Nima sabab bo'ldi ushbu qoidabuzarlik sodir qilishingizga? Boshqalar ham qilmasa ishni aytganimizdan pushaymonmiz. Boshqa takrorlanmaydi. To'ylab yaxshiga qo'ydik. Qaytib bu ishni aytmasliklarini tavsiya etaman. Yaxshiga qo'ydik. Qayta takrorlanmaydi. Yaxshi ish emas. O'rta haydovchi nima sababdan ushbu yo'l bezorasi qoidabuzarlik sodir qildingiz? To'y marosimida yurdik, shunda yaxshiga deb shunday qo'yibmiz. Hozir belgilangan tartibda yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.10 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, ya'ni yo'l bezorasi qoidabuzarlik sodir qilganingiz uchun. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlangan qoidabuzar haydovchilarga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli choralar ko'rildi. To'y marosimlarida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlarini va ota-onalar ham farzandlariga befarq bo'lmagan holda ularning xatti-harakatlarini doimiy ravishda kuzatib borishlarini so'rab qolamiz. Profilaktik targ'ibot va tashviqot tadbirlari Xorazm viloyati bo'ylab davom etadi. Sevara Rahmagullayeva, Xayrullo Quranbayev, Xorazmdan.